Agar o'lishim lozim bo'lsa, bugun Nadejda Keverkovaning Falastin kitobidan bir parcha o'qib bermoqchiman. Bu parchada 28 yoshli Samar Isxeb ismli ayolning 2000-yillarning boshlarida boshidan kechirganlari aytiladi. Samar Isxeb 22 yoshida talabalar namoyishida qatnashgani uchun hibsga olingan va 2,5 yil ozodlikdan mahrum qilingan. Hozir u 28 yoshda. Samar G'azoda o'zining va turmush o'rtog'ining oilasi esa g'arbiy sohilda yashaydi. Nikoh to'yimdan 3 oy o'tib, meni qamoqqa olishdi. Men Islom universitetida talabalar kengashiga rahbarlik qilardim. Bizning kengashimiz okkupatsiyaga qarshi namoyish uyushtirdi. Meni Tulkarimda erimning uyida hibsga olishdi. Oradan 2 kun o'tib, turmush o'rtog'imni ham hibsga olib, 9 oyga hukm qilishdi. Unga qarshi umuman hech bir ayblov yo'q edi, deydi Samar. Homiladorlikning dastlabki oylarini o'tkazayotgan edim. Qiynoqlarning barcha turlarini o'tkazishdi. 62 kun davomida yer ostidagi xonada qiynoqqa solishdi. Bolalar stulida ham, muzli karserda ham o'tirishga majbur qilishdi. Men qo'lim va oyog'im bog'liq holda tug'dim. Ular menga tibbiy ko'rsatmalarga ko'ra emas, balki shunchaki nafrat tufayli kesarga kesish operatsiyasini o'tkazishdi. Bolani menga qoldirishdi, lekin unga xuddi mahbusga qaragandek muomala qilishdi. Unga hech narsa berishmadi, na sut, na taglik. Agar bu narsalar olib kelingan bo'lsa-da, faqat yaroqlik muddati o'tganigina berishdi. Tug'ruq paytida va tug'ruqdan keyin meni insoniy sharoitlarsiz kamerada qoldirishdi. Menga ko'chaga chiqish taqiqlangan edi. Paracetamol bu menga va bolamga barcha kasalliklarning davolash uchun berilgan yagona dori edi, deydi Samar.